Assalomu alaykum barcha hurmatli yurtdoshlar. 9300 dollarga 2026-yil ishlab chiqarilgan Damas avtomashinamiz neyrondan qilingan ekan akalar. Qo'llarigacha shumka qilingan, paroglar qo'yibdi, 4 ta yumshoq. Hop. Kalpak diski balonlar. Salon holatlari mejiganlar qilingan ekan akalar. Barlargacha qilingan akalar, ko'rib turganingizdek, sizga qo'shimcha kolonkalari bor, seyflargacha qilingan ekan. Mashina tayyor va udar umuman Chekollar taqilgan park. o'rtacha hisobda aytsangiz 2000 dollar, 1500 dollar atrofida rasxod qilingan bu mashinaga. Salonda o'ziga 1000 dollar, do'shoq 1000 dollar ketyapti do'stlar mana. Shumkalar ilon bilan qilinguncha o'zi 300 dollar ketib qoladi. Parogi ham bor. Sidina chexol polilar o'zi 100 dollar ketadi do'stlar. Mana shunday bor. Monitor hali laklinkasi tortilmagan ekan. 9100 ga qilib beramiz deyapti. Ozgina o'tib beradigan joyi bor akalarda. Mana laklinkalargacha olinmagan. Hech bo'lmaydi. Eng kam. Shu 5000 bo'lsa ish ko'radi. 5000 bilan nasiya chiqargan. Nasiyaga 5000 dollar, 6000 dollarga chiqarib beraveramiz deyapti. Aka telefon nomeringizni boshqatdan aytib berasiz. 97lik 999 00 50. Akalar bemalol naqd pulga kelishaveramiz. Agar variantga bo'lib berishga bo'lsa 5-6 ming bo'lsa kelishaveramiz deyapti. Mashina holatini o'zingizlar ko'rdinglar, 2000 dollar atrofida rasxod ketyapti. 894 davlat raqamida akalar. Andijon mashina bozorida. Xo'p, navbatdagi Damas 855 davlat raqamda. Xo'p, yili necha ekan buni? Monitorlar qo'yilgan, ballari bor, shumka, paro. Juda go'zal ekan bu ham akalar, chexol qo'rik, qimmat qo'rik, ko'rgilar. 24 ichiga o'zi 1000 dollar atrofida chiqib kiryapti ekan-a. Chexol qo'rik, ko'rgilar tashlangan ekan. Ballargacha qo'yilgan. Dehqonchilik ekan akalar, eng muhim narsasi dokumentda muammo bo'lmaydi. Motor hadovoylar zo'r, 24-yil ishlab chiqqan. Kraskasi toza, top-toza dehqonchilik. Aha, diskalar qo'yilgan. Salon holatlari, kolonkalar qo'yilgan. Shumkalar qo'yilgan. Pul necha pul deyapti buni? 7200 deyapmiz. 7200. Naqd pul faqat a? Ha, naqd pul dehqonchilik, mashina Cobalt olamiz. Ha, bo'ldi. Cobalt bo'lsa yangiroq kelish bo'lsa barter qilaveramizmi? Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 94lik 735 735 45 55. Aka bozoringiz bersin. Bemalol akalar telefon qilaverasizlar. Ushbu Damas kimga ma'qul bo'lgan bo'lsa akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyin videoda ko'ringlar, navbatdagi Damaslarni arzondan qo'yamiz. Xo'p, navbatdagi yangi mashinamiz 2026 ekan akalar. Bu ham 4 yumshoq diska balon. 2026 9000 dan ozgina kelishamiz deyapti. Paroglar qo'yilgan akalar. Barlar qo'yilgan. Chexol polik sidinalargacha inonim qilingan, maytafonlar bor, shumka qilingan, pol patalolargacha shumka qilingan deyilyapti. Mashinamizda buning qilinganiga xullas mashina paroglargacha qo'yilgan. 94 381 47 44 raqamga aloqa chiqib batasini 9000 kelishamiz deyapti akalar. Gaz, benzin 2026 ekan. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga qiziqarli bo'lsa, davlat raqami yo'q ekan, telefon qilib so'raverasizlar. 2022 92 ming kilometr yurgan ekan akalar. Salon holatlaridan ko'rsatib ketamiz boshda. Chexol qo'shimcha sidinalarigacha bor. Inonim polik ham yo'q tashlangan. Buncha qilingan ekan. Mashina. Xo'p. 4 yumshoq balon diskalari, qalpaylar qo'yilgan. Xo'p, 92 ming kilometr yuribdi. 2022 toza ekan. Metallari bor. Kelishamiz deyapti. Buni naqd pul necha pul ekan?
54 qildi. 54 qilinadi. 54 qildi. Shu ekranda anaqa qog'ozdagi nomerga telefon qilishadi endi. Bor, bozor 54 qilibdi akalar. Telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasizlar. Aka, bozoringiz berdi, mashina bermadi? Ha, o'sha. 90 525 54 14 raqamga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotini akamiz o'zidan olib 9525 54 14 ga telefon qilib to'liq ma'lumotni olasiz. 806 davlat raqamidagi. Toz ekan, holat yaxshi. Mana holatlar akalar. Eshik ochganlargacha chexol bilan bir xil qilingan ma'lubiy bor. Monitorlar. Malibu bor, monitor. Kontrolgacha Hamma qilingan. narsasi bor ekan, xudo xolasa, holati yaxshi ekan. Ashkalariga ifoda qo'ygan ekan. Shumka qilingan. Qancha aytdi aka? Chexol polik hamma yo'qi bor. 2024 52 ming yurgan ekan, toza. 3000 bilan nasiya savdo asosida chiqargan operasiya. 2000 nasiya deyapti. 54 14 telefon qilaverasizlar. 438 davlat raqami. Navbatdagi avtomashinamiz Salapanda Pachkada 2024 772 davlat raqamida. Shu yumshoq balon. Diskalari bilan inonim qilingan ekanlar. Yurgani 64 dan tushib beraman. Xo'p, mana bu barlar qo'yilgan, gazlari bor. 6400 dollar narx aytyapti. Ozgina kelishamiz, 772 davlat raqamida. Gazlari bor. Voy, Bo'lanlarga 600 dan chiqaraveradi. bo'ldi. 772 davlat raqamida. Tavsiya qilmaymiz, lekin aytib o'tamiz ma'lumotlarini. 1500 600 dollar, 1000 dollarga yaqin pul bilan ham chiqarsa bo'ladi. Nomer aytib o'tasiz. 93lik 411 411 97 00. 9700 ga telefon qilaverasiz. 1000 dollar atrofiga chiqaveradi ekan banga. Dokumentda muammo yo'q, most ovoz yo'q. Deyapti akalar, telefon qilib qo'yib chiqaverasizlar. 620 davlat raqamda. Yili nechi buni? 2021. 21 a? Salon holatlari top-toza ekan. Salon holatlari chexol polik qilingan. 4 yumshoq baloni bor akalar. 620 davlat raqamda. Yurgani qancha? 154 ming kilometr yuribdi. Kraskasi toza, most ovoz yo'q a? Kraskalari top-toza, most ovoz yo'q, motor hadovoylar yaxshi. Yog' yemaydi, xudosi yog'lari yaxshi. Puli nechi pul? 5200. Kelishamizmi? 5200 kam. Bo'ldi, 5200 dan kelishamiz. Telefon raqam 93lik 93lik to'rtlimi? To'rtlik 101 67. 101 60 37 620 davlat raqamida telefon qilib aloqaga chiqarasizlar akalar. Ushbu damas kraskasi toza 24. Yoqqanlarga like, podpiska bossin. Navbatdagi 365 davlat raqamida ekan akalar. 4 yumshoq balon diskalarigacha qo'yilgan. Xo'p, sidinalari bor, linoni, polik hamma yo'qi bor. Mashinamizda 93lik 324 93 03 telefon raqam 365 davlat raqamida. Dokumentda muammo yo'q deyilyapti, generalni berilaveradi ekan. Aka, bozoringiz bersin? Aytmang. Bu naqd pul nechi pul dedingiz? 64 kami bor. 64 ozgina o'tib beramiz. Dokumentda muammo yo'q. Kraskasi qanaqa aka? Toza? Kraskasi toza. Shumka. Bunday shumka qilingan, motor hadovoylar yaxshi. Yog'lari joyida, dokumentda muammo yo'q. Mashinada ham chiqimi yo'q. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib kelishaveramiz. Telefon raqami boshqatdan aytib bering. 93lik. 93lik 324 324 93 93 03. 03. Aka, bozoringiz bersin. 365 davlat raqamida ekan. 299 davlat raqamida navbatdagi Damas avtomashinamiz. Balon holatlari, salonlari, salon holatlarigacha chexol, polik hamma yo'q, solingan akalar qilinib. Mashinamiz tayyor, inonimdan qilingan. Buni narxi nechi pul deyapsiz? 7400 kam. Kelishamiz a? 25 31 ming kilometr yurgan, kraskasi toza. Motor hadovoylar joyida, moylari joyida akalar. Xohlagan dokument qilib beraman, generalni yoki nomiga o'tkazib olaveramiz. Naqd pulga kelishaveramiz akalar.
7400 ozgina kelishadigan joy bor. Telefon raqami aytsangiz aka. 90-chilik 810 1001. Aka faqat naqd puli kelishaveramiz. Bu telefon qilib bir qator qolgan ma'lumotlarni so'raveramiz akamizdan. Bozoringiz bersin aka. Damas qatorlaridan do'stlar, navbatdagi Damas avtomashinamiz Kalpay disk yumshoq balonlarda 711 davlat raqamida ekan. Yili necha aka buni? 22 kraskasi toza, xudo xolasa. Top toza, most ovoz yo'q a? Most ovoz yo'q deyilyapti. Motor hadovoylar yaxshi. Bir qator yana ma'lumotlarni so'raymiz. Shoshilmasdan syomka qilamiz akalar, chunki har bir inson vaqtini tejab, megabaytini tejab ko'radi. Raqam yaloqqa chiqib batafsil ma'lumotlar kamida rasmga qiziqganlar bo'lsa, aka mayli bozoringiz bo'lsin. O'zlarda tikka ekanlar, yo'llaringacha. Xo'p. Mana chexollar qilingan. Motor hadovoylar yaxshi aka. Xudo xolasa, most ovoz yo'q, yog'lari joyida, minishga tayyor. Pul necha pul deyapsiz? Puli $5600. Polni shumka, stop startlari bor. Charimxo balonlarda. Mashina apchika minadi, yaxshisi pulni qaytarib beraman. Xo'p, pul naqd pul aytildi. Telefon raqami aytsangiz? 99lik 99lik 902 2020. 902 2020 aloqaga chiqarasizlar. Aka telefon qilganda mashina sotildi degan iloyim. Aloqaga chiqsanglar bir qatori, misol sotilmagan bo'lsa gaplashaveramiz. Faqat naqd pul aka, dokumentda muammo yo'q, xudo xolasa. Bo'ldi. Aka bozoringiz bersin. Do'stlar aloqaga chiqaramiz. Navbatdagi Damas Apti 23, Damas 565 davlat raqam. O'tgan shoni bor. Pulun qancha deyapsizlar? 6000 kami bor deyapti. 6000 kami bor deyapti. Ninonim qilingan chexol poli 23, toza ekan akalar. Hop, 4 yumshoq balon holatlari yaxshi. Kraskasi toza. Dehqonchilik, dehqonniki dokumentda muammo bo'lmaydi. Dehqonlarda albatta 6200 kami bor. Kraskasi toza. Most ovoz yo'q-a? Most ovoz yo'q, most korobka. Most ovoz yo'q. Faqat naqd puli. Telefon nomerini aytsangiz? 97. Necha? 3-8 0992 akalar telefon qilib qo'yib ko'rasiz. Bozoringiz bersin aka. Unga ma'qul bo'lgan bo'lsa ushbu Damas avtomashinamiz. Yil nechi buni? 23, kraskasi-chi? Toza, most ovoz yo'q-a? Hech bo'lasi yo'q. Most korobkalari zo'r. Yurgan. 40 km yurgan akalar, mana salon holatlar patologgacha qilingan, chexol polik, dinolom ham yo'q qilingan. Qo'shimcha dinasi bormi yo'qmi? Bor, olib beriladi. Qo'shimcha dinasi olib beriladi. 4 yumshoq balon. 548 davlat raqamida gazlari bor. Mashinamizda. Salonlar akalar gazlar qo'yilgan. Murdolari. Pul necha pul deyapsiz aka buni? 63 kami bor deyapti. 6300 dan ozgina o'tib beramiz, kelishamiz. Hop, telefon raqami aytsangiz? 93lik 93lik 699 699 42 40. 42 41. Faqat naqd pul. Dokumentda muammo yo'q. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Akalar ma'qul bo'lsa telefon qilib kelishaveramiz.